Good morning. Okay. Demek bugun ham davom etamiz. Bugun o'rganganmiz. Boshlaymiz. Elektron mikroskopiya. Elektron mikroskopiyada o'rganganmiz va shundan boshlaymiz. Xo'p. Buni ozgina qismini o'qiganmiz. Before studying, ya'ni bu kitobda elektron mikroskop haqida o'qishimizdan oldin biz magnification bilan resolution farqini tushunib olishimiz kerak. Magnification bilan resolution nimaligini tushunganmiz. Magnification o'sha suratni qanchalik kattalashganini ko'rsatadi. Bunga doir masalani ham eshitganmiz. Resolution bo'lsa ikkita nuqta orasidagi farqni, ya'ni farqlay olish qobiliyatini resolution deb aytadi. Misol uchun mana bu nuqta bilan mana bu nuqta orasini ko'ra olish qobiliyati yoki bu nuqta bilan bu nuqta orasini ko'ra olish qobiliyati. Ya'ni orasidagi masofani bitta qilib ko'radigan bo'lsak, biz nuqtalarni bitta ko'rishimiz mumkin. Ko'zimiz bitta nuqtaga qarayotgandek bo'lishi mumkin. Aslida ikkita bo'lsa, mikroskopda ko'radigan bo'lsak, bularni orasidagi masofa aniq ajralib turadi. Bu resolution ekan. Yana buni o'qib bo'lganmiz. Shuning uchun electromagnetic spectrum bilan boshlaymiz. Electromagnetic spectrum. How is resolution linked with the nature of light? Resolution tabiiy yorug'lik bilan qanaqa qilib bog'lanadi? One of the properties of the light is that its travel in view. Yorug'likning bitta xususiyati bu to'lqinlarda harakatlanib suza olish qobiliyati hisoblanadi. The length of the wave of visible light vary, ranging from about 400 nanometers to about 700 nanometers. Yorug'lik to'lqinining uzunligi juda ham har xil bo'ladi, ya'ni 400 nanometrdan taxminan 700 nanometrgacha borishi mumkin. The human eye can distinguish between these different wavelengths. Odamning ko'zi turli xil uzunlikdagilarni orasidan turli xil uzunliklarni farq qila oladi. And in the brain, the difference are converted to color difference. Va miyada bu farq miyada aylantiriladi ranglar orasidagi difference'ga, ya'ni farqqa aylantiriladi. Views that are 40 nanometers length are seen as a violent. To'lqinlar qaysiki 400 nanometr uzunlikda bo'lgan to'lqinlar asosan violent sifatida ko'riladi. Views that are 100 nanometer length are seen as a red. 700 nanometr atrofida bo'lgan uzunlikli bo'lsa qizil rangda ko'rinadi. Violent bo'lishi fioletoviga o'xshagan rang bo'lishi kerak. Visible light is a form of electromagnetic radiation. Ko'rinadigan yorug'liklar electromagnetic radiation bitta formasi hisoblanadi. The range of different wavelengths of electromagnetic radiation is called the electromagnetic spectrum. Demak, elektromagnetik radiatsiyasidagi turli xil to'lqinlarning qatori bu elektromagnetic spektrum deb ataladi. Visible light is only one part of the spectrum. Ko'rinadigan yorug'liklar faqatgina buni bitta qismi hisoblanadi. Figure 1.13 shows some of the part of the biz bu 13-rasmda elektromagnetik spektrumni faqatgina ba'zi qismlarini ko'rishimiz mumkin. The longer views to'lqinlik qancha uzun bo'lsa, the longer their frequency.
ularni toklari tok kuchlari shunchalik past bo'ladi. All these travel at the same speed. Hamma to'lqin bir xil tezlikda harakatlanadi. So imagine them pasting a post. Shuning uchun biz ularni tasavvur qila olamiz, ya'ni post sifatida o'tayotganini. Shorter views kam to'lqinlar pass at higher frequency. No. Higher frequency. Qisqa to'lqinlar yuqoriroq bo'lgan frequencyda yura oladi, bosib o'ta oladi. In theory, there is no limit to how short or how long the views can be. Nazariyaga ko'ra, bu yerda chegara yo'q, qanchalik qisqa va qanchalik uzun to'lqinlar bo'la olishi mumkinligi bo'yicha. Length changes with energy. To'lqinlar energiya bilan o'zgaradi. The greater energy, the shorter length. The greater energy, ya'ni energiya qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, to'lqin uzunligi shunchalik kalta bo'ladi, ya'ni qisqa bo'ladi. The resolution cortex ability to distinguish between two objects very close together. The higher the resolution of image, the greater detail that can be seen. Okay. Keywordlarni daftarga yozib o'rganish kerak. Xo'p, endi bu rasmni tahlil qiladigan bo'lsak. Xo'p, ota berilgan, X-raylar berilgan, infrared, microwave, radio and TV wave, gamma rays, UV wave. Mikromarmovka yoki televizordan chiqadigan elektromagnit to'lqinlarni ko'rishimiz mumkin. Bitta mana bu visible light berilgan. Xo'p, 400 nanometr bo'lsa, mana ingichka turibdi, demak yanga o'xshab turadigan violet rang ko'rinadi. Odam ko'zi bilan ko'rsa bo'ladi. Ya'ni 10 nanometrdan katta bo'lgan tok kuchlarini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, 500 nanometr bo'lsa, bizga green bo'ladi. Yashil sifatida ko'ramiz. Bu desa green bo'ladi. Xo'p, 600 nanometr bo'lsa orange. Mana ortida turibdi orange. 700 nanometr bo'lsa qizil ko'rinadi. Qizil ko'rinadi. Davom etamiz. 700 nanometr bo'lsa qizil ko'rinadi. 0,1 nanometr gamma nurlari 0,1 nanometr atrofida bo'ladi. 10 nanometr atrofida UV nurlari bo'ladi. Bularni hammasi X hisoblanadi. Infrared 1000 nanometr atrofida 10 darajasi 5, 10 darajasi 5, undan keyin yana 5 ta nol bor degani. Mikro to'lqinlar asosan 10 darajasi 7 atrofida bo'lar ekan, 10 darajasi 9, 10 darajasi 10, 13 gacha bo'lgan radio va TVdan chiqadigan nurlar hisoblanar ekan. Diagram of electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrumni diagrammasi ko'rsatilgan. The number indicate the wavelengths of different type of electromagnetic radiation. Bu sonlar ko'rsatadi, nimani ko'rsatadi? Electromagnetic radiationning turli xil turlaridagi uzunliklarni ko'rsatadi bizga. Note that view vary from very short to very long. Not qilingan to'lqinliklarni judayam kichkinasidan boshlab judayam uzunigacha, ya'ni 0,1 nanometr judayam kichkina, 0,1 judayam katta. Visible light is part of spectrum. Mana visible light bo'lsa, ya'ni ko'rinadigan uzunliklar bo'lsa, to'lqinlar bo'lsa, ularni bittagina qismi hisoblanadi. The double hit arrow labeled UV is ultraviolet light.
Xo'p, the double-headed arrow labeled UV. UV sifatida label qilingan kichkinagina ingichka bo'lgan double-headed bo'lgan UV to'lqinlari ultraviolet light hisoblanadi. Yaxshi. Bu rasmni ham bitta ko'rib ketamiz. Bizda berilgan to'lqin wavelength 400 nanometr. 400 nanometr bo'lsa rangini bilasiz. Qanaqa rang bo'ladi? 400 nanometrda violet bo'ladi. Violet bo'ladi 400 nanometrda. Stained mitochondrion of diameter 1000 nanometer interface with a light vacuum. Bo'yalgan 1000 nanometr atrofidagi bo'yalgan mitoxondriya interface with aralashadi, kirishib ketadi yorug'lik to'lqinlar bilan. Bu berilgan, okay. Bular stained ribosome of diameter 25 nanometer do not interfere with the light wave. 25 nanometr atrofida bo'lgan ribosomlar bo'lsa aralashmaydi, ya'ni kirishib ketmaydi to'lqinlik bilan, yorug'lik to'lqinlari bilan. Mana bitta ko'rsatib beraylik, mana bular qo'shib ketgan, bu qo'shilmagan. Mitoxondriyada 1000 nanometr, bunda 25 nanometr. Mitochondrion and some ribosomes in the pads of light wave of 400 nanometer length. It's okay. Now look at the figure 1.14. It shows a mitochondrion and some very small cell organelles called ribosome. Biroz rasmda biz ko'rishimiz mumkin mitoxondriya va biroz juda ham kichkina bo'lgan organlarni ko'rishimiz mumkin. But it also shows some weird blue lines that represent light of 400 nanometer wavelengths. Va u shuningdek ko'rsatadiki, ba'zi ko'k bo'lgan to'lqinlarni line chizig'i ya'ni 400 nanometr uzunlikdagi wavelengthslarni ko'rsatyapti. This is a shorter variable wavelength. Bu juda ham qisqa to'lqin wavelength, ya'ni to'lqin uzunligi hisoblanadi. To'lqin uzunligini namoyish oladi. This is a shorter visible length. Okay, the mitochondrion is larger enough to interfere with the light waves. Mitoxondriya yetarlicha katta yorug'lik to'lqini bilan aralashib ketish uchun yetarlicha katta hisoblanadi. However, the ribosomes are far too small to have any effect on the light waves. Lekin ribosoma bo'lsa yetarlicha kichkina har qanaqa yorug'lik to'lqiniga ta'sir ko'rsatish uchun. The general rule when viewing specimens is that the limit of resolution is about 1/2 length of the radiation used to view the specimen. Umumiy qoida shuki, bu ko'rinadigan specimenlar bu resolutionning chegarasi, ya'ni taxminan radiatsiya to'lqin uzunligining yarmicha kelishidir. Asosan ishlatiladi specimenlarni ko'rishda. In other words, boshqa so'z bilan aytganda, if an object is smaller than half the wavelength of the radiation used to view it, cannot be seen partly from nearby object. Umuman boshqacha qilib aytganda, agar objekt kichkina bo'ladigan bo'lsa, ya'ni radiatsiyani to'lqinlarini yarmidan ko'ra kichkina bo'ladigan bo'lsa, u ko'rishda ishlatiladi va uni o'sha yaqinidagi obyektdagi to'lqinidan ajrata olmaymiz.
This means that the best resolution that can be obtained using a microscope that uses visible light. Bu shuni aytadiki, resolution zo'r bo'lgandagina biz mikroskop orqali bu bu yorug'lik ko'rinadigan yorug'likdan ajrata olishimiz mumkin. Judayam yuqori bo'lgan resolution bo'ladi. Yorug'lik mikroskopida is uh, is 100 nanometr, ya'ni 200 nanometr bo'lganda. Chunki yorug'lik mikroskopini resolutioni 200 ga teng edi. Since the shorter length of the visible light is 400 nanometer wavelength light, chunki yorug'lik o'sha 200 dan kattasini ko'rinadigan yorug'lik hisoblanadi. 200 nanometr bo'lgani uchun o'sha ko'rinolligimiz bo'ladi. Okay. Ribosomes are approximately 25 nanometer in diameter and can therefore never be seen using a light microscope. Ribosoma bo'lsa taxminan 25 nanometr atrofida va u hech qachon ko'rib bo'lmaydi. Yorug'lik mikroskopi bilan qaraganda uni ko'rib bo'lmaydi. If an object is transparent, agar object judayam shaffof bo'ladigan bo'lsa, it will allow light wave to pass through. U yorug'lik to'lqinlarini o'tishiga qo'yib beradi. And therefore will still not be visible. Haliyam o'zi o'sha ko'rinmaydigan holatda to'lqinda bo'lib turishi mumkin. This is why many biological structure, chunki ko'plab biologik strukturalar have to be stained, bo'yalgan bo'lishi kerak before they can be seen. Ular okay. Then why ribosomes are not visible using a light microscope? The electron microscope. So how can we look at things smaller than 200 nanometer? Shunaqa qilib biz 200 nanometrdan kichkina bo'lgan narsalarga, kichkinaroq bo'lgan narsaga qanaqa qara olamiz? The only solution to this problem, bu problemani yagona yechimi, is to use radiation of shorter wavelengths than visible light. Yagona yechimi bu judayam qisqa bo'lgan to'lqin uzunliklari radiatsiyalardan foydalanish kerak visible lightlardan ko'ra. If you study figure 1.13, you will see that ultraviolet light or X-ray look like possible candidates. Agar biz o'sha ko'rdik 13 rasmni ko'zimiz tushdi, ultraviolet yorug'liklar bilan X-raylarni ko'rib ketdik. X-raylarni ko'rib ketdik. Va ularni o'sha iloji bor candidatelar hisoblanarkan. Electrons are negatively charged particles, which elektronlar negatively zaryadlangan aksinchalar hisoblanadi, which orbit the nucleus of an atom. Atomni orbitasiga minus zaryadi bo'ladi. Yo'q, o'zi bilasiz, elektron atomdan tashqaridan yuradi. When the metal become very hot, qachonki metal judayam isitadigan bo'lsa, some of its electrons gain so much energy. Uni elektronlari o'ziga ko'proq yig'ib bo'ladi. That they escape from their orbit. Va u o'zini orbitasidan qochadi. Similar to rocket escaping from Earth's gravity. Xuddi yer gravitatsiyasidan qochayotgan tosh kabi bo'ladi. The electron behave like electromagnetic radiation. Erkin elektronlar elektromagnetik radiatsiyasi kabi harakatlanadi, behaviorga ega. They have very short wavelengths. Ularda
judayam qisqa bo'lgan to'lqin uzunligi mavjud. Bu to'lqin uzunligi mavjud. Radiationga o'xshayotgan. With greater energy va yuqori energiya mavjud. The shorter wavelengths judayam kalta bo'lgan to'lqin uzunligi mavjud. Electrons are very suitable form of radiation for microscope. Mikroskop uchun radiatsiyaning judayam qulay bo'lgan turi hisoblanadi. Elektronlar for two major reasons. Ikkita reasonga ko'ra. Endi qaysi reasonga ko'ra judayam qulayligini ko'ramiz. First, their length is extremely short. Birinchidan ularni nurlari nihoyatda qisqa, at least as short as that of X-ray. X-ray nurlaridan ham kaltaroq. So they can be focused easily using electromagnets. Shuning uchun biza fokus qilib olamiz osonlik bilan elektromagnetlardan foydalanganda. A magnet can be made to alter the pace of the beam. Beam shu uzunlardan o'tayotgan pace'ni yo'lni o'zgartirishi mumkin magnetda. The equivalent of the glass lens beam light. Using microscope'dan foydalanganda resolution of nanometer can be obtained. 0.5 nanometer 0.5 nanometer bo'lgan resolutionni teng ko'radiganadi. For the chance better light microscope. Okay. Let me take transmission and scanning elektron mikroskop. O'tkazishi va skanner qilishi elektron mikroskoplar. Two types of electron microscope are now in common use. Elektron mikroskopni ikkita turi asosan qo'llaniladi. The transmission electron microscope team, transmission o'tkazuvchi elektron mikroskopi team deb ataladi, was the type originally developed. Haqiqatdan ham rivojlanayotgan turi. The beam of elektronlarning beamlari, ya'ni ustunlari, is passed through the spaceman. Shu spacedan bunaqa joydan o'tadi. The spaceman before being viewed. Uni shu ko'rinishidan oldin. Only those electron, bu elektronlar that are transmitted, faqatgina shu spacemandan o'tadigan elektronlar transmit qilinadi, ya'ni o'tkaziladi. Through the spaceman yo'lagidan o'tkazilinadi, arshing ko'rinadi. This allows us to see thin section of spaceman. Bu bizaga kichkina bo'lagini yuvib, spaceman bo'lagini ham ko'rishga yordam beradi. And thus to see inside the cell. Va natijada hujayra ichini ham biz ko'ra olamiz. In the scanning electron microscope, same. Scanning electron microscope. The scanning electron microscope, electron beam is used to scan o'sha elektronlarni to'lqinlari asosan skan qilishda, hujayrani ustini skan qilishda ishlatiladi. And only the refracted beam is observed. Faqatgina o'sha reflektorlar ta'sirlangan beamdagina kuzatiladi. Misol uchun, scanning electron microscope is shown in a figure 15. Elektron mikroskopni bu 15-rasmda hozir taqdim etilgan. Menimcha, the advantage of this microscope, bu mikroskopning foydasi, surface structure can be seen. Hujayrani surface structure'ni ko'ra olishimiz mumkin. Become much of the spaceman is in a book at the same time.
Chunki specimenning ko'pchiligi bir xil paytda fokus qiladi. A three-dimensional appearance is achieved. Va uch xil o'lchamda appearancega erisha oladi. Advantage of the same, ya'ni bilasiz, scanning elektron mikroskopning zararli tomoni is that shundaki it cannot achieve the same resolution as a team. U bir xil bo'lgan resolutionga erisha olmaydi teamga o'xshab. Interspated elektron mikroskopga o'xshab bir xil resolutioni bo'lmaydi ular. Using scanning microscope'dan foydalanganimizda resolution between 5 millimeter and 20 millimeter. Resolution asosan 3 millimeter, 20 millimeter o'rtasida bo'ladi. Scanning electron microscope of an tardigrade 3D grade electron microscope bilan ko'ramiz. Tardigrade or water demak, tardigrades or water bears suv ayg'i are about 1 millimeter long, 5 millimeter uzunlikda, with 4 pairs of legs. About 0.5 millimeter. Tardigrades or water bears, about have a common in soil, bu soilda uchraydi, and can survive extreme environmental conditions. Magnification. Okay. Viewing with the electron microscope. Electron microscope bilan specimenni ko'rish. Figure 1.6 show how team works and figure show 1 is used. 16 rasmda shu electron mikroskop qanaqa ishlashini ko'rishimiz mumkin. Demak, bu qismi elektron gun, ya'ni elektron o'qi, and anode produce a beam of elektronlarning beamini ishlab chiqariladi shu yerda. Keyingisi mana bu qismi elektron beam to'lqini. Keyingisi bu yerda vakuum, piece of electrons, elektronlarni o'tish yo'li. Birinchisi kondenser, electromagnetic lens kondenseri buni ish bajarib beradi. Direct electron beam onto the space yo'naltirib beradi space'ga. Keyingisi kondenser ichida setkasi bor ekan. Ikkinchisida bu spaceman is placed on a rigid spaceman'ga joylashtirilgan setka. Keyingisi bitta objective, ikkinchi kondenser o'zi objective electromagnetic lens. Objective electromagnetic lens hisoblanadi. Bunda tasvir hosil bo'ladi. Bitta yo'nalish berdi, bitta tasvir hosil qildi. Tasvir hosil qiluvchisida setka bo'ladi. Keyingisida projector electromagnetic lens, keyingisi projector electromagnetic lens hisoblanadi. Ya'ni fokus qaratadi, magnified image of the screen. Screenda rasmni yaratgan. Keyingisi screen or photographic film or sensor. Sensorga bitta ikkita rasm bosib berib projector lens, bitta ekran yoki film yoki sensor hisoblanadi. Bu rasmni ko'rsatadi bitta.
structure of electron microscope is extension content. It's not part of lives. It's not possible electron microscope extension uzaytirilgan kontent slavli parti hisoblanmaydi. Demak, elektron mikroskopdan tushmaydi savol, albatta. Shundan ketaveramiz. It's not possible to see an electron beam. Elektron beamlardan o'tishni imkoniyati yo'q. So make the image visible. The electron beam has to be projected on the fluorescent screen. Fluorescent screen orqali projektor beamda elektronlarni turuvchi imijini yasaydi. These area hit by electrons. Hudud elektronlar bu hududga elektronlar uriladi. Electron beam elektron beamlari therefore spaceman and fluorescent screen. Shuning uchun spaceman bilan fluorescent screenlari must be in a vacuum. Vakuumda bo'lishi kerak hisoblanadi. If the electron would be air molecule, agar elektronlar havo molekulalari bilan to'qnashib ketadigan bo'lsa, they would scatter. Ular scatter bo'lib qoladi. Make it possible to achieve a sharp picture. Va judayam anaqa o'tkir bo'lgan, aniq bo'lgan picturega erishishimizni imkoniyati yo'q bo'lib qoladi. Also, water balls at room temperature. Xona temperaturalardagi suv tomchilari in a vacuumdagi all spacemen must be hydrated. Hamma spacemenlar suvsizlantirilishi shart before being placed in a microscope. Suvsizlantirishi shart ular mikroskopga joylashtirishidan oldin. This means that only dead material, bu shuni anglatadiki, faqatgina o'lgan materiallar yoki non-living can be examined, faqatgina o'lganlar yoki yashamaydiganlar tekshiriladi. Great efforts are therefore made to try to preserve material in a life-like state when preparing it for electron microscope. 1 minute, please. Okay, continue. Katta kuch bu shunchaki o'sha materiallarni, tirik bo'lgan materiallarni saqlashga harakat qiladi. Xuddi elektron mikroskopdagi yasalgan stent kabi. Xo'p, biroq olti. Mikroskop ekan. So, animal cell with the electron microscope. Hayvon bilan o'simlik hujayralarini elektron mikroskop bilan ko'rganimizda the fine detailed structure of the cell is revealed by the electron microscope is called ultrastructure and is shown in a figure. Hujayralar judayam detalniy ko'rish uchun
uni aniqlashtirish uchun elektron mikroskop orqali bu ultra ultrastructure bo'ladi. Bu o'zak bilan geometriyada ko'rsatilgan. Feature source of radiation, light microscope berilmagan, lines of used wavelength radiation butun 0.05 nanometr atrofida bo'lgan, maximum resolution 0.5 nanometr rasmida glansdan bo'ladi. Lightniki specimeni non-living orbit bo'ladi. Elektronda stainslari colored dye bo'ladi. Much colored. Okay. It's a technology apparatus technology and the cell surface membrane, laser source and mitochondrion. It's a boundary between two cells. Nucleolus, ядро. Primitive as a cylinder of the wavelength of the micromolecules, okay, benefiting granules, granules, ribosomes, ribosomes, nuclear, part of the representative animal cell is seen with a team. Transmitted electron microscope bilan o'rganilganda hujayrasidagi ikkita qismi ko'rinadi. Cells are liver cells. Hujayra jigar hujayrasi 9600 marta kattalashtirilgan. The molecule is clearly visible in one of the cells. Va nucleus yadro aniq ko'rinadi ularning o'sharida. The boundary between two cells is a difficult step. O'ylanadi, chegaralanib qoladi. Qiyin, judayam qiyin. Yashash membranasi judayam yupqa micromolecules. Cell surface, Golgi viscous, Golgi apparatus is microtubules radiating from central ribosomes, smallest in the plasmatic reticulum, mitochondrion, cytoplasm, wrapped in the plasmatic reticulum, nuclear envelope, chromatin, nucleus nuclear envelope to membranes. Okay. Ultrastructure of type animal cell ultrastructure de Courcey elektron mikroskop bilan shunday is present on many microscope animals. Ko'pchilik hayvonlarni tushunmaslikka o'rganadi. In reality, in the plasmatic is more intense. Hayotning developmentary difference ko'proq intensiv bo'ladi. Ko'rsatilgandan ko'ra, and the pre-ribosomes may be more extreme. Erkin bo'lgan ribosomalar intensiv hisoblanadi. Granular sometimes present as a problem. Granularlar ba'zida kasalxonada bo'ladi.
nuclear endochromatin, nuclear endochromatin, nucleus, and nuclear core. Okay. Represent the plant cell as seen with the team. The grocery cell are raised cell from the soya beef yani soya barkdan olingan boundary between the cell automatically infrastructure ürünlerinde kullanımı masada is determining the development reality in the perspective of more intensive variation may be more intensive. Cell surface membrane. Cell surface membrane extremely thin. Hücre üstü membranası about 70 nanometer etrafında bölünür. However, at very high magnification, lekinlarda judayam yuqori magnification bor. It can be seen to have 3 layers. U ko'rilishi mumkin, 3 ta layerlarniyam ko'rish mumkin. Too dark, ikkita qora, highly stained, yaxshi bo'yalgan, layer surrounding and narrow. Layerlar judayam yupqa atrofini o'rab turadi. Pale interior va ichki pale interiori och rangli ichki qismi bo'lishi mumkin. The membrane is partly permeable. Membrana asosan partly permeable hisoblanadi and controls exchange between cell and its environment. Va hujayra va environmentini shuni nazorat qiladi. Membrane structure is discussed further. Membrana strukturasini keyinroq cell surface membrane appears as two dark lines show by the legless line with a pale interior outside of the cell, inside of the cell. Microvilli, microvilli, finger-like extension of the cell surface membrane. Barmoq o'xshaydi doti hujayra membranasini kengaytiradi. They are typically of certain animal cells. Ular asosan o'sha bir nechta hayvonlar hujayrasida mavjud, such as epithelial cell, epithelial hujayralardagina mikrovilli bo'lishgan. Epithelial cell covers the surface of structure. Epithelial hujayralari surface bilan o'ralgan. Microvilli greatly increase the surface area of the cell surface membrane. Mikrovilli hujayra membranasini yuzasini oshiradi. Shown in the figure. This is usually foydali misol uchun reabsorption qayta so'rilishda the proximal convoluted tubes of the kidney buyrakdagi convoluted turbalarning proksimal qayta so'rilishiga juda foydali. For absorption so'rilishda reabsorption processes group in the cell lining degan cheklarda sizning digestion bo'lishiga ham judayam foydali hisoblanadi. Okay. Hozirgi ko'rilishi qancha bor biz kelishimizga nucleus
Überraschungssaisons mit der Handel. وجود يتفاوتنا demak agar yo'qotgan bo'lsa kanalga a'zo bo'lish kerak o'zimni boshida aytgan bo'lardi lekin hozir masofadan foydali ko'proq foydali bo'lishni qilyapman men qo'yishga to'xtatamiz u qo'yishga to'xtatsak yaxshi